Ну, да, manimcha hamma shu edi. No, finally. No, finally. Hammaga xayrli kun yoki-da xayrli kech. Qaysi vaqtda ko'rayotganingizni bilmayman. Lekin bu meni o'sha YouTube'dagi 5-video. Qo'rquvlarimni yengib shu darajaga keldim va oxirgi vaqtda bu YouTube'ga video olish, как типа, meni biroz qanaqadir perfeksionizmni qo'llagan holda qanaqadir fonarlaydi или shtativ или какой-то mikrofon bilan olishga qanaqadir nima bo'lyapti-da, ehtiyoj bo'lyapti shu narsaga. No, lekin men haliyam olganim yo'qman. Na фонарь, то есть lampa, и еще qanaqadir mikrofon и так shtativ и так другие вообще olganim yo'qman. Uni ustiga men qayerda qanaqa video olinadi, uni umuman bilmayman. Va buni men adashmasam 3-4 marta aytib beraman va bugungi videoyim kech qolgan sentyabr anglashlari bo'lar ekan. Yozganlarim, как типа, bugun gapiradigan mavzularim haqida yozganman, chunki inogda meni esimdan chiqib ketadi. No, rosa oxirgi marta qachon video olganim esimda yo'q, lekin rosa ham juda ham harakat qildim YouTube'ga qaysi videoni olib chiqishga va oxiri, как типа, 3-4 ta разный olgan videolarimni, то есть olmoqchi bo'lgan videolarim mavzusini bitta qilib oladigan bo'ldim. Aslida bu mavzularga men Instagramda ko'proq storyimni gapiraman. 3-4 kunda bir marta story qo'ysam kerak. Shunda ham, как типа, 3-4 kunga yetadigan story qo'yaman. Где-то o'zi gapirishim 10-15 minutlik bo'lib ketadi Instagram o'zida. Lekin hali Instagramni закрытый akkaunt ochganim yo'qman. Hali o'zimni biroz tayyor deb his qilmayman-da. Hozir his qildim, что men tayyorman Instagramni ochishga. No, lekin qanaqadir baribir ham bilmadim, qanaqadir ichimda qanaqadir еще 99.9% tayyor bo'lsam, o'sha 0.001% ozgina qoldi va men Instagram ochaman. Bu yerda qanaqadir o'zimga nisbatan yana o'sha perfeksionizm talabi kuchaygan. Что sen hali u narsani bilmaysan, bu narsani bilmaysan, и так другие разговоры будет в моем mozге, короче. No, umid qilaman buni ham yengib o'taman va Instagramni yaqin kunda ochib, Instagramni yuritishni boshlayman degan umiddaman o'zim ham. Давайте ketdik unda. Men birinchi bo'lib turib sentyabr boshida tushungan, sentyabr boshida yashab o'tgan vaziyatimni sizlarga aytib bermoqchiman. Xullas, короче, masalan, hammamizning hayotimizda odamlar bor, to'g'rimi? Kimnidir dugonasi, kimnidir o'rtog'i, yana kimnidir sevgilisi, yana kimnidir turmush o'rtog'i, другие вообще hayotimizda har xil odamlar bor. Ular bizga har xil yaqinlik masofada. Biz ularni qaysi darajaga qo'ysak, o'zimizning hayotimizda, yuragimizda qaysi darajaga qo'yib beradigan bo'lsak, ular bizga shu darajada yaqin bo'ladi. Xullas, короче, men o'zimni juda ham yaqin deb olgan odamim. Qanaqadir, xullas, какой-то inson deylik, X person. X person desak ham bo'ladi, qanaqadir chiroyliroq eshitildi, o'ylamagandim. Lekin xullas, o'sha X person masalan men hayotimdan qanaqadir o'sha hayotimga kirib keldi. Meni qanaqadir darajada o'zgartirib, menga qanaqadir darajada anglashlar berib, meni qanaqadir darajada meni hayotimda masofani billay bosib o'tgandan keyin u o'sha ketish kerak bo'lgan vaqtda men qo'yib yuborgim kelmadi. Qanaqadir, chunki masalan, men odamlarni yaqin olishim qiyin, juda ham tanlab olaman doim. Poytamu masalan, maslahat so'raydigan odamlarim, gaplashadigan odamlarim, qanaqadir o'zimni his-tuyg'ularimni aytib beradigan odamlarim juda kam. Из-за этого, как типа, bu men uchun juda ham og'riqli periodlardan bittasi bo'ldi. Как типа, 3-4 kun o'stirdan yo'q, hech narsa qilishga motivatsiya yo'q, и так другие. Ну, оказывается, как типа, bu shunchaki qabul qilishim kerak bo'lgan vaziyat bo'lgan. Ya'ni odamlar qaysidir periodda biz bilan yashab o'tadi va undan keyin yana hamma o'zini yo'lida davom etadi. Ну, как типа, bunday qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, hech qaysi bir inson bizning hayotimizni boshidan to oxirigacha bormaydi. Ну, biz yolg'iz tug'ilamiz, yolg'iz o'lamiz. Ну, hozir shu narsa aytganimdan keyin uni bitta gap esimga tushib ketdi. Menda biroz какой-то sog'lig'imda biroz jarayon bor. O'shaning uchun какой-то ovozim g'alati, bu uchun so'rayman. Xullas, davom etamiz. U menga shunaqa degandi, nima qilsan? No, aylamanman kim bilan bir o'zim. No da, biz yolg'iz tug'ilamiz, yolg'iz o'lamiz, yolg'iz yashaymiz. Bu ya'ni qo'rqinchli narsa emas, как типа, menga shunaqa degandi. Hozir esimga tushib ketdi.
u inson menga hayotimda juda ko'p narsa o'rgatdi. Qo'rqmaslik kerakligini o'rgatdi. Eng glavniylardan bittasi, chunki men ba'zi yomon deb o'ylaydigan narsalarni o'zimni hayotimda qilib ko'rdim. O'zim tajriba o'tkazib ko'rdim. Если agar odam o'zida bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa yomon deb o'ylaydigan, aslida yomon emas. Yomon deb o'ylaydigan narsalarimiz bizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Например, aytaylik, qanday yomon odat desa bo'ladi. Masalan, okey, birinchi kelgan hayolimga chekish. Bu masalan kim uchundir yaxshi, kim uchundir yomon. Aslida umuman faktichески olib aytganda yomon narsa. Lekin qaysidir taraflama bizani miyamizni tinchlantirishga yordam beradi. O'sha qisqa muddat ichida. Biz tak shunaqa o'ylaymiz. Из-за этого. Если agar odam o'zini irodasini kuchli qila oladigan bo'lsa, sigaret u odam o'ziga bog'lab olmaydi. Bu yerda hamma narsa odam o'ziga bog'liqligi haqida. Из-за этого. Man hali ham odamlarni juda ham yaqin olish sразу, masalan, his qilasiz, что siz u odam bilan gaplashganingizni o'sha bittada his qilasiz. Shu bilan qanaqadir bizda связь bo'ladi. Masalan, qizlar bilan podruga bo'lamiz, так, u menga nimadir o'rgata oladi, men shunaqa his qila olaman, shunaqa qaysidir odam, masalan, ko'rishamiz, и так, избранный bo'ladi unaqa odamlar, что ko'raman, gaplashaman, да, вот, u odamdan nimadir chiqadi. А это другие люди тоже есть, которые gaplashaman men ular bilan, и все bo'ldi, ertasiga umuman esimga kelmaydi. Telefon qiladi, javob bermayman. Men qochadigan shunaqa biroz odatim bor. Oxirgi vaqtda shunaqa bo'lib qolganman, yozdan beri. Ignor qilish deyishadi men buni. Наверное, ignor qilish deyishadi. Lekin men buni normal qabul qilaman. Masalan, men javob bergim kelmayapti, demak javob bermayman. Men тоже shunaqa odamlarni qabul qilaman. Masalan, meni SMS-imni ko'rib javob bermasa, okey, tushunarli. Demak, hozir bo'sh vaqti yo'q, menga biroz vaqtdan keyin o'zi yozadi. Bu vaqti bo'lganda, agar yozmasa, demak javob berishni xohlamayapti. Да, это нормал. Oldinlari тревога, u meni ignor qilyapti, tudun-sudun, o'chirib tashlash, boshqa narsalar bo'lib ketardi men o'zimda. O'shaning uchun hozir bu biroz o'zgarganman-da. Endi odamlar o'zgaradi. Men тоже. Например, 2024-yildagi Laylo va hozir 2025-yildagi Laylo вообще orasida katta farq bor. Da, 2024-yilda Moskvaga borishni o'ylardim. Borib yashashni o'ylardim, lekin hozirgi darajada bunaqasiga. Hozir yashayotganim deylik 10 da 10. Hamma planim 10 da 10 o'xshadi. Nima xohlagan bo'lsam 10 da 10 o'xshadi. Klass вообще super. Из-за этого я очень рада. Xullas, odamlarni ketayotganda qo'yib yuborishimiz kerak. Chunki masalan, aytaylik, yuragimizda, hayotimizda masalan 10 ta o'rindiq bor. Va ularda hammasida o'z yarasha o'rni bor. Какой-то kimdir, masalan, podrugasi, tanishi, ustozi, другие люди. Agar kimdir chiqib ketmasa, bizning hayotimizga yangi odam kela olmaydi. Men shunaqa o'ylayman. Kimdir chiqarib olishimiz kerak, xayrlashishimiz kerak. Ba'zi odamlar bilan biz xayrlasha olmaymiz, afsuski. Sizlarchi, так, meni hayotimda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, men ba'zi odamlar bilan xayrlasha olmaganman. Menda shunaqa narsa bor, agar o'sha narsaga oxiriga tochka qo'ymasak, biz u odamlar bilan yana qaytadan ko'rishamiz. Afsuski, Xudoga shukr deyish kerak bu uchun bilmadim, lekin ba'zida odam mamnaqa bitishga galочка qo'yish uchun odamlar bilan xayrlashish xohlaydi. Tugaganini bildirish uchun yana qanday, masalan, maktab bitirganimizda diplom olamiz, okey, bu tochka, universitetni bitirib diplom olamiz, bu tochka. Tak, masalan, qolib ketgan narsalar bizning energiyamizni yegan sari, u odamlar, masalan, odamlar bilan oramizda tochka qo'ymasak, qanaqadir meni energiyam ular bilan hali ham bog'liq deb o'ylayman. Shu uchun, ya'ni qancha vaqt o'tmasin orada biz ular bilan yana qaytadan ko'rishamiz va xayrlashishga imkon bo'ladi deb o'ylayman. Lekin hamma vidolashish, xayrlashishga ehtiyoji bor deb o'ylamayman. Ba'zida hamma xayrlashishi shunchaki o'zimiz tarafdan yakunlashimiz kerak, biz ishlarni yapishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zi odamlar xayrlashishga loyiq emas. Lekin qanday desam, yana bitta narsa aytaman undan keyin. Masalan, men kimdir hayotida yomon roldaman-da. Meni hayotimda ham kimdir yomon rolda. Biz katta teatrda hammamiz bir-birimiz hayotimizda rol o'ynab chiqib ketamiz. O'zingiz tasavvur qiling, masalan, bitta odam sizda, lekin 10 ta odamga 10 xil davranadi, 10 xil o'zingiz tutasiz.
uzr, как типа turetiga aralashib ketdi. Masalan, men aytaylik, как tипа 10 ta qizga 10 xil o'zim tutamanda, kollektivda bor. Juda mилая, какая добрая qizlar bor. Ular bilan masalan quchoqlashib, bunaqasiga salomlashsam, а так другие, которые девушка есть, я только как типа привет, как дела, я так обращаюсь, да, и все. Из-за этого как tипа biza qanaqadir rol o'ynaydigan odamlarni normal qabul qilishimiz kerak. Chunki biza тоже rol o'ynaymiz. Rostdan. Aytaylik, как tипа masalan, qarshingizdagi odamga-da, masalan, siz ahvoli bir tiyinligini bilasiz-da, потом ichingiz yonib ketyapti. Borib turib, aytasizmi deysiz? Yo'q. Ну, qalaysan, yaxshimisan desa, ha, yaxshi, rahmat, o'zi yaxshimisan? И все, bo'ldi. Ну, как tипа, если agar как tипа, masalan, kulyap turibsiz-da, yaqingiz keldida, qalaysan, yaxshimisan? Laylo deb so'rasa. Vaqting bormi? Nima bo'ldi, tinchlik? Yur, gaplashaylik biroz. Вообще, как tипа, ichim to'lib ketdi-da. Ну, как tипа, shunaqa bo'ladi. Baytam biz odamlarni normal qabul qilishimiz kerak. Ну, lekin hammamiz bilasizlarmi? Masalan, odamlar bizani aksimiz deb o'ylayman-da, to'g'risi. Da, masalan, men o'zim hayotimda yomon odamlar bormi? To'g'risi bilmadim. Balki menga nisbatan yaxshi, lekin aslida yomon odamlar bordir. Lekin to'g'risi menga ularning umuman qizig'i yo'q. Bilmadim. Ну, xullas, короче, o'sha gap odamlarni hayotimizda tushib qolishga harakat qilmaslik. Chunki qolishni xohlagan odam, yana o'sha siyqasi chiqqan tema, mingta bahona topib bo'lsa ham qoladi. Bitta bahona bo'lmasa ham qoladi. Chunki это как tипа xohish bu mingta bahonadan ustun narsa-da. Ketishga mingta sabab bor, lekin qolish holati, demak, o'sha xohish mingta sababdan ustun. Mingta sabab bor qolishiga, lekin ketyapti, xohishi bor. O'sha xohish mingta sababdan ustun. Ну да. Который, ну, lekin как tипа masalan, mana shunaqa narsa bor, что kirgizayotganda, yo'qotib ko'rgizaman hayotimga. Chiqarayotganda ushlab qolishga harakat qilmayman. Da, ba'zida qiyin bo'ladi. No, lekin o'tirib o'ylayman men. Mana shu narsa o'ylayman. Bu odam meni hayotimga qaysi vaziyatimdan kirib, qaysi vaziyatimdan chiqib ketyapti, menga nima o'rgatyapti? Okey, masalan, hozirgi mana o'sha ekspertsan hayotimga kirib chiqib ketgandan keyin, chiqib ketish jarayonida men o'sha bu bilan qaysidir hayot yo'limizda birga ketgan vaqtda men nimalarni o'rgandim. Hayotda hech narsadan qo'rqmaslikni, yolg'iz qolishdan qo'rqmaslikni, потом hech kimdan qo'rqmaslikni o'rgandim-da. Qanday nima desam bo'ladi? Masalan, vaziyatga, muammoga, masalan, qaysidir vaziyatga muammo deb qaraysiz, muammo bo'lishini, vaziyat deb qaraysiz, vaziyat bo'lishini o'rgandim. Chunki biror narsani qabul qilayotganimizda, aytaylik, qo'limizni kesib oldik pichoqda to'g'rayotganda, okey, bo'lib turadi, bunaqa vaziyat deb turib, bint bog'lab yoki qanaqadir nakleyka yopishtirib nima qilsak, все normal holat, okey. Lekin voy, qo'limga kesib oldik, другие проблемы, это как tипа, tana тоже sezadi bu his emotsiyani. Потом battar bo'lishi mumkin-da bu narsa. O'shaning uchun hamma vaziyatga как tипа oddiy qarashni o'rgandim. Da. Vaziyat menga nima deyotganiga, hayot menga vaziyatlarni jo'natib, men bilan qaysi ohangda gaplashayotganini analiz qilishga o'rgandim, to'g'rirog'i. Ну, menimcha bu logichli narsa deb o'ylayman. Okey, ikkinchi temamiz balans hamma narsada. Okey, demak, keyingi mavzumiz balans. O'sha 13 minut bo'libdi gapirishim. Naверное, eng uzun videolarimning bittasi bo'ladi bu. Men juda ham xursandman, chunki to'g'risini aytadigan bo'lsam, men Moskvada bitta o'zimman. Из-за этого, как tипа, atrofimda faqat ruskiylar bor. Meni real yaqin do'konim yo'q. Кроме meni o'zimiz sinim bor. O'shandan tashqari hamma javoblari bunga aytaman. Из-за этого, как tипа, masalan, menga gaplashish juda ham glaniy narsa-da. Da, tez gapirish mumkin. Gaplashib, masalan, kim bilan ko'p gaplashadigan bo'lsam, men o'sha odamga nisbatan sevgim bo'ladi-da bu meni. Meni sevgi tilim ko'proq gapirish, как tипа. Из-за этого. Okey, balans aytadigan bo'lsak, balans, to'g'risi men balans usholmaydigan odamman, reально. Men balans umuman usholmayman. Masalan, men sevgimda balans usholmayman. O'zimga nisbatan yaxshi narsalarda balans usholmayman, nikak. Bilmayman, harakat, lekin bu eski versiyamda qolib ketadigan narsa deylik. Yangi versiyamga o'tish yaqinda boshlanadi. O'zi boshlangan sekin-sekin oktyabrda. Некоторые планы есть, я
запланировала и так другие. Короче, o'sha narsa, masalan, men sevgimda qanaqasiga balans ushlayman. Ну да, реально ko'proq переживать qilaman, ko'proq поддержка qilaman. Qanaqadir nima desam bo'ladi, любой vaziyatda yonida bo'lishga harakat qilaman, любой problemasini eshitishga harakat qilaman. Menga nisbatan qanaqadir nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, minimum как telefon ko'tarmaga и так другие переживать qilaman. Men прям как типа yomon overthinker. Judayam ko'p o'ylaydigan odamman. Из-за этого ba'zida yaqin odamlar bilan qanaqadir masofa, то есть как типа связь uziladigan bo'lsa, men уже как типа o'ylash boshlayman, что negativ tarafga ketdi уже. И men bu из-за этого judayam ko'p переживать qilganim uchun bu judayam asabga tegadigan holat o'zimda. O'shaning uchun mana shu sevgi temasida balans ushlayman. И потом o'zimga nisbatan yaxshi narsalarni nima qilishganim uchun men juda minimum ravishda makiyaj qilaman. Да, men stiralka chizib bilmayman. Реально bilmayman. Balki bu qandaydir nima desam bo'ladi, qizlar ba'zi o'ylashi mumkin. Voy, как это вообще так qiz bola bo'lish kerak. Нет, men bilmayman. Да. Menga ko'proq ходовый kosmetikalar qiziq. Да, yuzimga вообще tonalniy surmayman. Уже как yillar bo'lib ketgan. 2020-yilda 3-4 marta surganman, и undan keyin yo'q. Pudra даже ishlatmayman. Ishlatadigan narsam qosh qalam, tush va pomadalar. И так другие всё. Mana shunda balans ushlash kerak deb o'ylayman. Chunki men masalan makiyaj qilmaganim uchun ba'zi как типа sodda, qanaqadir yumshoq xarakter odamga o'xshab ko'rinaman. Из-за этого как типа odamlar meni aldashga harakat qiladi. Men buni sezaman, men buni прекрасно his qilaman. Qaysi odam menga qanaqa munosabatda bo'lyapti, maqsadi nima, как типа ishxonamda bo'layotgan vaziyatda. Короче, shunaqa vaziyat bo'ldi. Men sodda ko'rib, mana как типа indamaydi, yaxshi, masalan, men yaxshi gapiraman, yomon gapiraman, как типа yordam kerak bo'lsa, xo'p deb yordam beraman. No, как типа это bu men desam bo'ladi, men o'zimni qanaqadir dobrayaligimni ko'rsatish maqsadida, и потом это от души bo'ladi menda. No, ular meni noto'g'ri tushunib, короче, shunaqa vaziyat bo'ldi, men tashqariga chiqib ketyapman, и потом meni pozitsiyamdagi stolga boshqa qiz qarayapti. И boshqa lekin hostess bor, как типа restoranlarda bo'ladi, что eshikdan kirayotganingizni kutib oladigan. Ular как типа zlayasi bor, один, то есть одна. И потом o'ylagan, masalan, meni pozitsiyam bo'lgani uchun meniki deb o'ylagan. И bu yerda checkbook bo'ladi, что для chekka, что коробка. И потом ular chivi tashib ketgan. Где-то o'zbek so'mida 200 ming so'm deylik, eng maksimum pullardan bittasi, или 100 ming so'm. И u boshqa qizniki bo'lgan, boshqa qiz ko'rgan, chivi tashib ketganini, оказывается, как типа hostessga borganda meni pulim, то есть meni stolim deb o'ylab, u pulni olgan. Ichidan pulni olib, checkbookni joyiga, korobkasini joyiga qo'yib qo'ygan. И потом это shunaqa vaziyat bo'ldi, u qiz aytayapti, meni chivim yo'q. Kim oldi? Qaradim, hayron bo'ldim. Ну, я вообще qaramayman ham, ishim yo'q, bilmayman. И потом aytayapti, Laylo, shunaqa vaziyat, u aytayapti, seni tarbiyalamoqchi bo'lgan ekan, как типа. А почему? Hamma aytayapti, u seni onang emas, seni tarbiyalaydigan, вообще-то так. И потом shunaqa aytayapti, как типа shunaqa vaziyat bo'ldi. Это как типа bu meni dobrayaligimdan и miloyaligimdan foydalanishda maqsad. И buni nimaga aytib menimcha, men bu yerda xato qilayotganim, biroz dobrayalik bilan zlayki dobraylikda balansini ushlay olmayotganimdan. Из-за этого как типа men buni balansini ushlash maqsadida bilmadim qanaqa yo'l qilishim mumkinligi hali oxirigacha подумать qilganim yo'qman, lekin yaqin kunlarda buni o'ylab ko'raman. Ya'ni o'ylab nimadir yechim topishim kerak bu narsaga. Sorry. Video to'xtatib yana qayta tomoshlamayman, lekin bu joy ulanganligi bilinadi. O'zimni как типа объяснять qilib ketaman. Hali ham bilmayman video montaj qilishni. Lekin yaqinroq o'rganaman. Из-за этого aytib ketdim. Xullas, короче, mana shu meni balans ushlamayotganliklarimdan bittasi, yana bittasi, как типа. И yana glавныйларdan bittasi hayot va ish, hayot degani shaxsiy rivojlanish, ish va yaqinlar bilan munosabat deylik. Networking, oyog'im og'riyapti. Короче, o'sha narsa, o'sha 3tasini orasida men hozir to'g'ri 3tasi emas, 2tasi. Shaxsiy rivojlanish va ish o'rtasida, chunki ish bu shaxsiy rivojlanishga kirmaydi. Ikkalasi o'rtasida men muvozanatni ushlashga harakat qilaman.
Чуть-чуть ушатты. Ну, как типа, оно bo'ladi-yu, как типа 30 kunlik tracker X pichka X. Короче, zanjir unchalik ham konkretно chiqmayapti, uzilib qoldi, lekin oxirigacha to'g'rilaymiz. Demak, balans ushlash qanchalar muhimligini aytmoqchi bo'lganim shu. Hamma narsani o'ziga yarasha menimcha balansni ushlash kerak. Lekin bunga hali men yechim topganim yo'qman. Yechim topsam albatta aytaman. Demak, tak, 3-mavzuga o'tamiz. Qolish va ketish orasi. Еще, xullas, yana menda bunaqa vaziyat. Men hozir Toshkentga ketish va Moskvada dars qolish ikkita variant orasidaman. Masalan, to'g'risi yomon ketgim keldi. Balkida Toshkentni sog'indim. Balkida qanday yolg'iz o'zim bo'lish bitta yoqmayapti. Yana bilmadim, balkida qandaydir vaziyatlar bilmadim. To'g'risi bilmayman bu narsani. No, lekin как типа bu biroz mana 5-mavzumga bog'liq bo'lib qoldi. Tanlov bizning qo'limizda va mana hozirgi holatimni yozganman. Bitimni aylantirsam o'qilarmikan? No, men bilmadim. No, xullas, короче, tanlov bizning qo'limizda. Hamma narsani har bitta tanlovda, har bitta yo'lda o'zining qiyinchiligi bo'ladi, to'g'rimi? Aytaylik, ingliz tilida so'z yodlash, как типа praktika qilish, matematikada ko'proq logika, как типа o'ylash, ya'ni to'g'risi men bilmayman matematikani, no qandaydir o'tirib, misollarni dokoncha yechish, как типа 3-4 marta harakat qilib ko'rish kamida deb o'ylayman, to'g'rirog'mi? Bu ikkalasini o'ziga o'zi yarasha qiyinchiligi borligini. Potom hozir menda тоже ikkita yo'l va o'sha qiyinchiliklardan bittasini tanlashim kerak. Bu yerda o'zim qolib, lekin bu yerda qoladigan foydasi, men Moskvada просто yashashga kelganman. To'g'risi aytaman, yashashga kelganman Moskvada. Moskvani yashab ko'rib, his qilib ko'rib, okey, всё bo'ldi, как типа Moskva shunaqa joy ekan deb ayta oladigan darajada o'zimga o'zim isbotlash maqsadida kelganman. Hech qanaqa как типа pul uchun, qanaqadir masalan, boshqa narsa uchun kelmaganman men. Chunki pul hamma joyda topiladigan narsa. Просто qanaqadir odamlarga shunchaki aytasiz, как типа men Moskvaga nima ketasan? Yashash uchun просто. Bo'ldimi? Chunki Moskvaga ko'pincha nimada ishlash uchun kelishadi deb o'ylaydi-da. Agar o'qishingiz bo'lmasa, Moskvada o'qimasangiz, odamlar logika o'ylaydi, что она идет туда на работе просто так. Ishga ketadi o'ylaydi. Но оказывается, мне не так. Men unaqa emas. Men просто Moskvani yashab ko'rishga, his qilib ko'rishga keldim. His qilaman, menga juda yoqadi. No, bir tarafda agar meni yonimda kimdir bo'lganda, singlim bo'lganda, например, men Toshkentga hayotda qaytib ketish o'ylamagan bo'lardim. Yo, unaqa demaylik. Qaytib ketish fikri 20% ga tushardi. Hozir 50 ga bo'ladigan bo'lsa 20% ga tushardi. Potom menga juda yoqmaydigan narsalardan bittasi bu yerda 12 soat ish. Afsuski. Minimum, то есть o'rtalamada 10 soat, 12 soat или еще дальше ishlash mumkin. Lekin men как aytganimda work and personal life da balans ushlashga harakat qilganim uchun 12 soat o'sha menga juda ham ko'p. Chunki aytaylik 8 soat uxlash kerak deylik. Hayotda как типа o'sha qanaqadir kitobiy tilda aytganda, no 8 soat uxladim, 1 soat yo'lga ketdi, borishimga, 1 soat qaytishimga 10 soat, оказывается 2 soat qoldi. Ammo men samolyotda ishdan keyin trenirovkada maksimum 1 kun 2 soat trenirovka ketadigan bo'lsa, yana 1 kun ingliz tiliga shunaqasiga harakat qilaman, lekin aytam очень мало, знаете. Из-за этого как man Toshkentga chiqa olaman. Ota как типа o'ta maksimum 10 soatlik, maksimum men to'g'risi men hayotda Toshkentda 12 soat ishlamaganman. To'g'ri aytaman, men real aytaman, 12 soat ishlamaganman. Ishlaganim shu 8 soat oshib ketsa, o'zi men uchun ko'p edi, o'zi. To'g'risi, chunki aytganim men 2020-yildan beri kitob o'qishni boshlaganimdan beri, qanaqadir YouTube'da podkast ko'rishni boshlaganimdan beri, o'zim ustida ishlashga, qanaqadir o'zim как типа masalan hobbilar bo'ladi, kitob o'qish, podkast eshitish, так другие qanaqadir tillar o'rganish, так другие samoстоятельно o'zim shunaqa qilaman-da. Men uchun qanaqadir hayotdan mazza oladigan narsalarimda men ularsiz men yasha olmayman, как типа kim uchundir zerikarli, kim uchundir qiziqarli balkida, no, lekin men ularsiz yasha olmayman. Men qayerda bo'lmay, qanaqa vaziyatda bo'lmay, baribir vaqt topaman shularga. Как типа meni yashash tarzim shunaqa. O'shaning uchun hozir juda ham ikkilanish orasidaman. Bu yerda bir o'zim qolib turib, lekin bu yerda qolishimga sabab men
anavi shpog'onlik insonlar bo'ladi-yu, qanaqadir kiyim olishadi, narsalar sotib olishni ko'rgan. Ammo nimada sayohat qilishni juda mashhur ko'rgan odamlardan bittasiman. Вообще, я так обожаю. Xullas, короче, to'la kunimga dekabrda o'zimga Piterga ketmoqchi edim. Из-за этого как типа qo'ygim kelyapti bir tarafdan. Lekin nima desam bo'ladi, Toshkentga ketgim kelyapti. Toshkentga ketgim kelayotgan sabablardan bittasi главныйsi, men hozir ingliz tili ustida ishlayapman. Из-за этого как tипа otga borib boshqa vaqtim bo'ladi praktikovat qilishga-da. Из-за этого men xohlayapman. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsam, ko'p joyda VIP joylarda ishla olaman-da. Chunki 3-4 ta vakansiyani ko'rganman, VIP как tипа Dubayda, Moskvada, dunyoni любой joyida ishla olasizda. Angliyskiy bilaman, shu narsani prям anavi suyalarimgacha his qildim. O'shaning uchun bunga fokusimni ko'proq qaratdim. Оказывается, у меня psixologiya есть. Uni to'g'ri qilishim kerak. Kamida 2 soat vaqt ajratishim kerak kuniga. Так shunaqa vaziyat. Agar men Toshkentga ketadigan bo'lsam, katta ehtimol bilan bugun 6-oktyabr, 6-noyabrda men Toshkentda bo'laman. Mana bitta yaqin insonim tug'ilgan kuniga bora qolibdi. Ajoyib. Men tug'ilgan kunimga 2 ya xudo, men hozir как типа hisobladim. To'g'risi, men tug'ilgan kunimga 2 oy qolibdi. 2 oydan keyin men 21 bo'laman, tasavvur 21 yosh bo'laman va katta hayotda yashayotganimga atigi 1 yil bo'ladi. Ya'ni menda katta hayotga qadam qo'yganim qanaqadir va nima desam bo'ladi. 20 yoshda bu yoqni hisoblasak, men 1 yoshga to'laman. Так, да, o'zimga nisbatan talablarim juda ko'p. Buni o'ylasam yuragim siqiladi. O'sha eslamayman hozir. Из-за этого, наверное, как типа aytganimdek shu hamma uni так men наверное, o'zini oxirigacha gapirmadim. Из-за этого yana aytib beraman, что Toshkentga boradigan bo'lsam, biroz finansiy taraflamada чуть-чуть o'zgarish bo'ladi. Chunki men masalan как уже o'rgan bo'ldim-da, qanday magazinga borib, xohlagan narsani olishim, unaqa shirinliklar, потом qo'limda har kun pul bo'ladi. Chunki TV bo'lgani uchun bizning kamida O'zbekistonda 150 ming kuniga bo'ladi. Из-за этого. И потом oila еще так другие. Например, bu narsadan voz kechib o'tga ketishim kerak. Bo'tganda tuyuladi. Ish yana bitta narsa bor. Men patent qilganman dokument. Avgustgacha keyin yangi dokument qila olmayman Moskvada. Avgustgacha Moskvaga kelishim, то есть Rossiyaga kirishim mumkin, как go'shtda для путешествия. Ishlashga lekin qaytadan patent topshira olmayman, chunki men agar patent olamasam kuyib ketadi. Buni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Bilmasa ham aytmayman, что kim bilmaydigan bo'lsa, biladiganlarga aqlli qilmoqchi emasman. Chunki men o'zim patent haqida как-то ma'lumot bilmayman, chunki menga неинтересно. Из-за этого. Mana shu narsalardan voz kechib Toshkentga ketish yoki Toshkentdagi narsalardan voz kechib bo'ta qolish. Ikkalasi ham o'zgarish qiyinchiligi bor va tanlov mana qo'llarimda. Потом yana bitta sentyabrda tushunib qolgan, вообще klass narsani aytib beraman-da. Xullas, men bir kuni Moskvada aylanishga chiqdim. Потом Moskvada navigator yaxshi ishlamayapti. Яндекс Map. И еще 2GIS есть, а еще Google карта есть, да? И потом ular yaxshi ishlamayapti, bilmayman nimagadir. Qotib qoldi, qanaqadir o'sha to'g'ri obnovить qilgandan keyin ham bitta joyda ko'rsatyapti-da. Qayerda ochib qolgan bo'lsa, o'sha yerda qolib ketyapti narsalar. Hammasi из-за этого men yo'lda adashib qoldim-da. U ko'rsatgan rotadan boshqa tarafga qarab ketyapman. Bilasizlar, e'tibor berganmisizlar, navigator ko'p kim ishlatgan bo'lsa, u hech qachon tипа adashding, orqaga qayt, qanaqadir o'sha yo'ldan ket demaydi. U просто aytadi, tипа boshqa yo'ldan yuryapmiz, demak, boshqa yangi pozitsiya, yangi yo'nalish nima deydi? Men turkchada to'g'risi tипа o'zbekchada bilmaydigan so'zim turkchada bilaman, turkchada bilmaydigan, o'zbekchada bilmaydigan so'zim ruschada bilaman. O'shaning uchun tипа inakda gapirish juda ham og'riqli-da. Yeni rota oluşturuldu. Yeniliyoruz. Yani shunaqa deydi. Tипа yangi
yangi karta chizildi, yangi pozitsiya chizildi, o'sha bo'yicha ketamiz deydi-da. U hech qachon orqaga qaytmaydi. Потом почему masalan biz masalan xato qilamiz-da. Потом uni masalan uni bu okey bo'ldi, shu xatoni mana bunaqasi orqaga olib turib masalan okey bo'ldi-da. Потом masalan yangi yo'l qurmaymiz o'zimizga. Men shu narsaga hayronman. Chunki men o'zim necha marta shu narsani kritikovat qilganman-da. Aytishlik yo'q, men как типа если agar men 17 yosh bo'lganimda men angliskini zo'r qilardim-da, işte ruschani zo'r qilardim-da, normal joyda borib ishlardim-da, soqqam bosardim derdim-da. Masalan, o'zimga nisbatan shunaqa kritikativ bo'ladi. Kompyuter o'rganaman, bu yerda kompyuter navikim bo'ladi, angliskiy, ruskiy, и потом O'zbekistonda это как типа normal ishlash uchun o'sha ikkitasi yetadi. U yog'ini o'zing eplab ketasan, как типа universitet diplomsizda, masalan 18-19 yoshli bola uchun bu 3 ta navik это вообще super-da. Ikkalasin bilsa, uchalasin bilsa. Ну, o'tiraman, o'ylayman, siqilaman-da, что как o'sha vaqtda shunaqa qilmagan ekan. A почему hozir emas? Hozir nimaga men shu narsani qilmayman? Tasavvur hozir men o'sha vaqtda orqaga qaytardim. Men hozir 17 yoshman, o'sha narsani nimaga qaytadan qilmayman deb как o'ylanib qoldim. O'sha kartani ko'rayotganimda. Bunda logично-da. Masalan, aytadi bo'lsa, yo'q, men yoshim o'tib ketdi, yo'q, qayerdan vaqt topaman. Это не так. Вообще-то biz qilishimiz kerak. Chunki hayot bizga berilgan. Что hayot bizga только anavi 8 soat ishlab, uyga kelib turib Instagram, TikTok ko'rib, потомki uxlab, qanaqadir meda narsalar yeb, и так bu hayot emas, bu shunchaki типа anavi колесо, что anavi kalla mushli nimadir aylanadi-yu, yuraveradi. Aylanuradi, hech qayerga bormaydi, и все. Bu anavi sport zaldagi velosipedga o'xshaydi, как o'zingiz energiyangiz, kaloriyangiz yo'qadigan, и все bo'ldi, hech qayerga bormaydigan. Это нелогично вообще-то так. То есть это как типа aytganimda bu menda mana YouTube kanalimdagi hamma fikrlarim subyektiv. Mana как типа mana ko'zim bilan qaralganda dunyodagi narsalar qanaqa ko'rinishini aytib beraman просто. Hech kimga nisbatan ya'ni hech kimga nisbatan adovatim yo'q, buni как типа уже ko'pchilik bilsa kerak, nima eshitayotganlar говорится. Yana ham bilmadim. Xullas просто mini напоминание. Biroz shamollagan manimcha juda ham aniq bilinyapti. Из-за этого. No, men shu narsani, ya'ni vaqt ortga qaytsa-da, men o'sha narsani qilmasdim deb aytamiz, yo'q o'zimizga ko'pchiligimizga. A почему o'sha narsa как типа bizga qaysidir tajriba bo'lib keldi-da, o'sha bizning orqamizda tajribamiz bor o'sha. Necha yillik bo'lsa ham o'ziga yarasha. Biz этого biz hammasini qaytadan boshlashni normal hisoblashimiz kerak deb o'ylayman. Biz bitta narsani, okey, vaqti keldi, vaqtda shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, dangasaligimizni tutib qoldi deylik, boshqa narsa bo'lib qoldi deylik. No, просто takkani qaytadan boshlashni ko'rishimiz kerak. No, lekin bilasizlarmi, bu safar biz noldan emas, balki qanaqadir tajribalar bilan boshlaymiz-da. Это же неприятно. Menga lekin приятно to'g'risi. Из этого. Ya'ni men shunaqa deb o'ylayman. Tak, 13 minut bo'libdi. Ya'ni ikkinchi videoni olayotganimga. Menimcha, tipa yarim soatlik video bo'lib qoldi o'sha. No, lekin meni eshitganingiz uchun juda ham xursandman. Umid qilamanki, bu aytgan gaplarimdan qaysidir mavzulardan o'zingizga kichkina bo'lsa ham foyda olgan bo'lsanglar, men juda ham xursandman. Ya'ni bu meni orzuyim, to есть meni maqsadim YouTube'da qanaqadir kanal, ya'ni YouTube'da oilam bo'lishi, internetda oilam bo'lishi, da shunaqa o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Ну, всем пока. До встречи.